Assalomu alaykum hammaga. Tak, Cobalt'da shunday bo'lib qolgan. Motorda ошибка P0700 yongan. Undan keyin yana bir yongan ошибкani aytib o'tamiz hozir. Rasmini qo'yib o'tamiz. Ko'pincha Cobalt'larda shu joyidan suv kirib, shtekka okисление olib qoladi. Akkumulyator o'tirib qolish hollari. Undan keyin korobkaga dig'a urganda daqildab tushishi, PRN'da ko'rsatmay qolishlari. Hozir ошибкасini kod yodimda yo'q. Vыкл zajigание vыкл deb chiqadi. Qo'yib qo'yamiz uni rasmini. Shu joyini ko'rasizlar. Hozir ko'p shu yerdan chiqib turibdi ayblar. Toza mashinalarda shunday bo'lish ehtimoli bor.